Assalomu alaykum do'stlar, bugun sizlar bilan mashina Minecraft mintalaymiz. Mana qiziqroq. Bunaqada nima edi? Kokola koki. Sudida shuda. Kokola koki. Menga teleport qilaman. O'lsin. Bu bilan uni farqi nima ekan? Bilim qirsilib ketdi. Uxlayam beryapti. Bo'ldi. Bu nima narvonmi? Shu narvon. O'lsin. Suma qilyaptim. 5 bo'lsa qotib qoldi. Pochta bo'lsa o'lgan. Boshqa nima ham bo'lishi mumkin edi. Biroz yaqinlashtiraylik. Yaqinlashtirib tepangizni bunday qilishingiz mumkin. Roblox o'ynayotganlar ya'ni. O'ynayotganlar mana akkauntimni bilib olsin. Akkauntimni oti Stop, şuradan chiqib ketaydi. Sizlarga tushuntirib beraman. Ko'rasiz. Akkauntim otini o'zim aytolmayman-da. Hozir aytishini qolay. Sherigim yuribdi. Mana sherigim emas, o'zimiz qo'shilib qo'ygan. Mana sizlarga deydi. Mana voy tavba, nima bo'lyapti? Mana maskinim. Burada sochlarim. Sochim bir o'zgartiraydi. O'zgartirishni istaganlar hoziroq avatar tugmasiga bossin va avatarga kirib xohlagan narsani mana ular pullik narsa, pulga olinayotgan narsa bularni olish uchun buni prosta pul pulli evaziga ishlansa bo'ladi. Robloxda ko'p narsa ham pul. Avatar void soch kerak. Yangilanishda ham yo'lni qo'shibdilar. Buniki yangilanishda biroz qiyinroq. Roblox yetdi. Yaxshi emas ekan. Agar shular nima deb deyotgan bo'lsanglar, mana men olamda unaqa kiyimim va arqamda boshqacha kiyim. Shuni tanlasanglar onlaynlarda shunaqa narsa paydo bo'ladi. T-shirt yomay kerak emas. Voy qotyapti kechirasizlar. Internet juda yaxshi ishlab ketyapti. Yo'q, menga bu kerak emas edi. Menga soch kerak. Boyda edi shekilli menimcha. Burada ko'p pul sochlar. Xayr. Soch kerak menga, bepul soch. Mana. Chiroyli ko'rinadi. Chotgacha. Qani ko'ramiz. Qanday ko'rinyapman? Wow, chiroyli. Like va obuna bo'lishni unutmang. Xayr do'stlar. Yaqinda stream boshlayman. Jonli efirga chiqaman. Stream hamma jon deb qabul qilsin. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling. Yaqinda stream bo'ladi, esdan chiqmasin. Bir necha kundan keyin stream boshlayman.
Xayr, sog' salomat bo'ling. Like va obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan ortiqcha xayrlashamiz. Mayli. Xayr. Do'stlar.